Bir ajoyib hikoya aytib beraman bo'lgan. Muhammad al-Munjid zamonaviy olimlardan hikoya qiladi. Fransiyada bo'lgan voqea. Bir ayol bor ekan, yosh 93 ga bor, 90 dan o'tgan, 92-93 yoshli ayol ekan. Juda keksayib qo'ygan, yolg'iz yashar ekan. Bir o'g'li bor ekan, u o'sha ularning o'zlarining odatlariga ko'ra onasini tashlab ketgan ekan. Onasiga beparvo, biz til bilan aytganda onasiga oq bo'lgan bola ekan. Hali kampirning bir qo'shnisi bor ekan, musulmon yigit. Har kuni baland qavatdan qo'lida yetalab olib tushib yo'llab qo'yar ekan, mashinasiga olib borib qo'yar ekan. Yana ko'rib qolsa, kelayotganini chiqib darrov qo'lidan tutib uyga olib chiqib qo'yar ekan. Bir kuni kampir so'rabdiki, "Sen o'zi kimsan?" debdi. "Qo'shningizman." "Birortasi menga seni xizmat qilganim uchun senga haq beradimi? Nega menga sen bunaqa xizmat qilyapsan?" Yo'inki debdi, darrov hayoliga kelibdi-da, ona-da boladan umid qiladi. Ana bevafo o'g'lim bitamtasiga pul berib, shu onamga qarab tur deb ijara haqini bergan bo'lsa, o'shanga bu menga xizmat qilyaptimikin degan hayolda, "Yo ana bu o'g'lim seni yollaganmi?" debdi. Amerikada shunaqa shirkatlar bor ekan. Fozil Qoraka rahmatli aytib bergandilar. Shunaqa shirkatlar bor ekanki, ota-onadan xabar olib turar ekan. O'g'il xabar olishga vaqti yo'q, toqati ham yo'q. Haliga firmaga pul o'tkazib qo'yadi. Kelishib bo'ladi. Har haftada 2 marta telefon qilib xabar olib turasiz. Bozor ucharini qilib berasiz. Falon doktor bo'ladi, bo'lmaydi. Mana unisi bo'lsa buncha pul, bunisi bo'lsa buncha pul va hokazo. Orada shu telefon qilib qo'yisham bor. 2 marta telefon qilib xabar olib turasiz. O'zi telefon qilmaydi. O'zi telefon qilib, "Dada, yaxshimisiz?" deyishga toqati yo'q. O'shaqa nimalar bor, shirkatlar bor. Ana o'shaqa shirkat orqali yollaganmikin seni deydi. Yigit aytdiki, "Yo'q." Birov senga buyurganmi menga xizmat qilishingniki buyurib senga haq bersa? Deydi, "Ha, shundoq menga buyurgan va menga haq va'da qilgan." deydi. Manzilga yetib qoldi, gap qolib ketdi. Xizmat yana davom etyapti. Yana bir kuni hali kampir yana so'rab qoldi. "Menga qara, sen tunov kuni menga tayinlagan, buyurdi menga senga xizmat qilishimni va menga ajr beradi deding-a? Ha, shundoq. Kim u? Kim?" dedi, so'rab qoldi. Musulmon yigit aytdiki, "Alloh" dedi. Kim? Alloh. Alloh menga mana shunday nochorlarga rahim qilishni, ularga yordam qilishni buyurgan va bunga ajr va'da qilgan. To'xta. Menga Alloh haqida gapir dedi. Haligi yigit Alloh subhanahu va taolo haqida gapirib ketdi va payg'ambar alayhisolatu vassalomni, islomni tanishtira ketdi. Ali kampir aytdiki, "Sen aytayotgan din, agar sen aytgandek bo'lsa, men musulmon bo'laman" dedi. "Qayerga borishimiz kerak? Ket, yur." Fransiyadagi islom markaziga borishdi. Islom markaziga borib, o'sha joyda musulmon bo'ldi. Asr namozidan keyin imomni topishdi. Musulmon bo'lib, iymon keltirib uyga qaytdi. Uyga qaytib keldi-yu, yuragi sanchib og'irlashib qoldi va o'sha kuni vafot etdi. Vafot etgandan keyin o'g'li yetib keldi. Keyin o'g'liga, "Bu onang musulmon bo'ldi. Endi biz musulmonlar qabristoniga qo'yamiz buni" desa, "Bo'lmasam onamni pulini to'lab qo'yinglar" debdi. Desa, musulmon jamiyatlar, u yerda juda inoq musulmon jamiyatlar bor. Darrov pul to'plashib, haligi pulni berib, haligi ayolni musulmonlar qabristoniga dafn qilishdi. Rasul akram alayhissalatu vassalom vaqtlarida xuddi shunga o'xshash holat bo'lgan. Bir kishi, "Ya Rasululloh, hozir musulmon bo'lib, siz bilan birga mana shu jangda ishtirok etsam, men jannatga kiramanmi?" deganda, "Ha" deganlar. Ya'ni o'sha holatda-da. Va u odam mana o'sha jangda halok bo'lgan. Rasul akram alayhissalom aytdilarki, "Bitta ham ibodat qilmasdan jannatni topib ketdi" dedilar.
inson oxir nima bo'lishini bilmaydi. Haligi kampir musulmon bo'lib iymon bilan ketdi va Allohga cheksiz muhabbatga to'lgan qalb bilan ketdi. Keyin qiziqishibdi. Bu ayol nega bu ilohiy marhamatga sazovor bo'ldi deb qiziqishsa, u ayol hamshira ayol ekan. Va kasallarga o'ta mehribon ekan. Kasallarga o'ta rahm shafqat bilan qaragani uchun Alloh unga rahm qildi. Va unga iymonni nasib qildi va u musulmonlar qatorida, musulmonlar qabristoniga dafn qilindi. Ana muhtaram azizlar, rahm shafqat insonga qanchalar ne'mat beradi. O'zingizcha qattiqqo'llik bilan bir narsalarga erishaman deysiz. Men hali ko'rsatib qo'yaman. Hali men qilaman, bu qilaman. Yo'q. Siz qo'lingizda quvvat bo'lgan paytda sizdan quvvatli zot ustingizda turganini unutmang. Shafqat qiling. Shafqatli zot sizga shafqat qilishini kuting. Agar Alloh adolatiga olsa hech kim omon qolmaydi. Kim toza? Hammamizning gunohimiz bor, kamchiligimiz bor. Bandalarga shafqat qilish kerak.